hozir juda boy bo'lmaganim uchun kunda bitta nonga yetadigan pulni yordam qila olyapman. Bundan ortig'ini bera olmayman. Yo'q chunki. Dadam aytadilar-ki, Alloh jannatga imkoni qadar yordam qilganni albatta kiritadi deydilar. Ya'ni imkoni qadar. Hozir kuchim shunga yetgani uchun bu yordamni qilishim shart. Shunga yetyaptimi, demak shuni qilishim shart. Diqqat qiling. Agar boy bo'la olmay o'lib qolsam, balki buning soyasida, ya'ni bu qilgan ishim sababidan Alloh taolo meni jannatga kiritishi mumkin. Bundan ham foydaliroq sarmoya bo'lishi mumkinmi?